Assalomu alaykum do'stlar, videoga xush kelibsiz. Agarda kontentlarimiz siz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish esingizdan chiqmasin. Navbatdagi bugungi masalamiz 36-chi, ya'ni valid sudoku masalasi hisoblanadi. Bu LeetCode platformasidagi eng mashhur big tech kompaniyalarda tushadigan mashhur savollardan biri hisoblanadi. Deyarli hammamiz sudoku o'yinini o'ynab ko'rganmiz yoki eng kamida u haqida eshitgan bo'lishimiz mumkin. Bu masala xuddi ana shu o'yin haqida. Bizga sudokudagi kataklar berilgan. Ular mana shunday sonlar bilan to'ldirilgan. Hamma kataklar ham son bilan to'ldirilmagan. Juda ko'p qismi 80-90% bo'sh bo'lishi mumkin. Endi mana shu masalani biz qanday shartlar bilan yechish kerakligini tepadagi 5 ga yaqin shart bilan aytib o'tilingan. Ularni birma-bir diagramma holatida ko'rib chiqib olamiz. Demak, bizga 9 o'lchamli kataklar berilgan. Ularning ba'zilarida, ya'ni ba'zi kataklar raqamlar bilan to'ldirilgan, ba'zilari ya'ni taxminan 70-80% bo'sh hisoblanadi. Sudoku bizga array sifatida berilgan. Agarda katak raqam bilan to'ldirilgan bo'lsa, uni mana shu tarzda beriladi, ya'ni o'sha string raqam ko'rinishda. Agarda katak bo'sh bo'ladigan bo'lsa, nuqta ko'rinishda berib o'tilgan. Endi biz masalamizni mana bu shartlar orqali ishlashimiz kerak bo'ladi. Har bir qatorda unik raqam bo'lishi kerak. 5 uchragandan keyin bitta qatorda boshqa marta uchrashi shart emas. Bunga qo'shimchasiga agarda 5 mana shu qatorda uchradi, bu o'sha bizga yana bitta narsani qo'shadi, qaysiki 5 ustunda ham bir marta uchragan bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu ustunda faqatgina bir marta. Misol uchun 5 mana bu yerda uchradi. Bu xato hisoblanadi va mana bu yerda uchrasa ham xato hisoblanadi. Yana bitta qo'shimchasiga bizga box berilgan. Bu box mana shu 9 o'lchamli, ya'ni bizda 9 ta box bor, ya'ni 1, 2, 3 shu tarzda oxirgacha 9 ta box bor. Mana shu boxda ham 5 uchramasligi kerak. Eng oxirida, ya'ni masalani eng asosiy shartlaridan yozib o'tishgan, qaysiki sudoku albatta solvable bo'lishi shart emas. Ya'ni har bir qator yoki ustun yoki box son bilan kelajakda to'ldirilib chiqilishini tekshirishimiz shart emas. Ya'ni har bir qator yoki ustun yoki box bir-biriga keyinchalik mos bo'lishini tekshirishimiz shart emas. Shunchaki biz bitta raqamni olamizda, misol uchun mana shu 8 raqamini olib turib, u o'zining ustunida, qatorida va o'zining boksida unik ekanligini tekshirib qo'ysak kifoya. Endi bo'lsa do'stlar, kod formatini tezda ko'rib chiqamiz. Undan so'ng qanday ishlashligini bilib olib, yana qaytadan vizual tomondan ham kod formati ham vizual ko'rinishini tushunib o'tishga harakat qilamiz. Bu masalani ishlash uchun bizga set data strukturasi kerak bo'ladi. Chunki bitta elementni bitta qatorda, bitta ustunda, bitta boksda biz o'sha pozitsiyalari bilan saqlab ketishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi set e'lon qilib olamiz. Uning nomini sin deb nomlaymiz. Ya'ni ko'rdik degan ma'noda, bu joyda bor degan ma'nolarda ham ishlatish mumkin. For loop orqali 9 marta aylanib chiqamiz. Bu ustun uchun yana bir marta 9 marta aylanib chiqamiz. Bu qator uchun ishlatiladi. Ya'ni har bir qator, har bir ustundagi elementlarni birma-bir ko'rib chiqishimiz uchun mana shu tarzda ishlatamiz. Endi bitta current degan o'zgaruvchi ochib olamiz. Uni boardning i'nchisini j'inchisi qilib olamiz. Ya'ni o'sha hozirgi element, misol uchun bu 5 bo'lyapti. 5 ni tekshiramiz. Undan keyin u 3 ga o'tadi. Undan keyin mana bo'shga o'tadi, 2 ta bo'sh, undan keyin 7. Mana shu tarzda oxirigacha o'tadi. Keyin i 1 bo'lgandan keyin keyingi qatorga o'tadi. Ya'ni birinchi i ga aylanadi.
ya'ni i birinchiga aylanadi. Uning mana bu o'yinchisini tekshirish uchun, ya'ni birinchi i'inchi va j'inchini tekshirish uchun mana shu tarzda tekshiriladi. Biz birinchi if orqali currentni bo'sh joy emasligini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nuqta emasmi tarzida tekshiramiz. Agarda nuqta bo'ladigan bo'lsa, keyingi elementlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi, chunki nuqtani tekshirishimiz foydasiz. Biz o'sha oddiy raqamni ustunda qatorda bitta boksda bor yoki yo'qligini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Endi eng qiziq joyi boshlanyapti. Biz 3 ta holatni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi current bitta qatorda, ustunda va boksda borligini 3 ta holat bilan ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi holatda bu current plus qo'shma tirnoq ichida in row deb olamiz. Biz row uchun mana shu stringdan foydalanyapmiz. Uni qolgan column va bokslardan ajratib olishimiz uchun bu kerak bo'ladi. Ya'ni 0-chi row bo'lishi mumkin, 0-chi column bo'lishi mumkin. Buni farqlab olishimiz uchun biz mana shu so'zlardan, ya'ni in row, in column so'zlaridan foydalanamiz. Bunga strni i'nchisini berib yuboramiz. Sinda bo'ladigan bo'lsa, false ni qaytarib yuboramiz va yana bir holatni tekshirishimiz kerak. Ya'ni yana ikkita holatni tekshirishimiz kerak. Xuddi mana shuni copy paste qilib, kerakli joylarni o'zgartirib qo'yamiz. Ya'ni buni columnga o'zgartiramiz. Col deb qo'yamiz va strni inchisi emas, j'inchisi deb qo'yamiz. Ya'ni biz hozir columnda bor yo'qligini tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Eng so'ngida bo'lsa, bitta boksda bor yo'qligini tekshirib chiqamiz. Current plus endi in row yoki in column emas, in box qilib qo'yamiz, chunki mana shu qolgan ikkalasidan farqlaydi. Endi biz str i bo'lingan 3 qilib unga chiziqni qo'shamiz. Unga yana qo'shamiz str j bo'lingan 3 in sinda deb yuboramiz. Mana shu holatda bo'lsa ham false ni qaytarib yuborishimiz mumkin. Buni nima uchun ishlatganimizni hozir tushuntirib beraman. I bo'lu 3, ya'ni misol uchun hozir 0-chida turgan bo'lsa, i ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 0 kelib chiqadi va j da 3 ga bo'ladigan bo'lsak ham 0 kelib chiqadi, yoki i imiz mana bu yerda turibdi, 3 da turibdi, 3 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak ham, ya'ni bu yerda 2 bo'ladi, 2 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 0 kelib chiqadi. Bundan tashqari j'inchida, ya'ni qator uchun hisoblayotganimizda ham, misol uchun biz mana bu yerda turibmiz, 2 ni 3 ga bo'lib yuradigan bo'lsa yana 0 bo'ladi. Shuning uchun bu mana shu boksni hisoblash, topib olishimiz uchun kerak bo'ladi. Ya'ni ikkalasini bo'lganimizda 0 kelib chiqadi va char sifatida o'sha sonni qo'shib yuboramiz va boksini aniqlab olish uchun buni qo'shdik. Bu holatni yana bir marta vizual holatda yana ko'rib tushunib olamiz. Umumiy ma'noda uchala holat uchun ishlasa, false ni qaytarib yuboramiz. Agarda bu holatlarga tushmasa, sin degan setimizga mana shu uchalasini add qilib olishimiz mumkin. Ya'ni mana bularni tekshirib o'tdik va sinni ichida agarda bular bo'lmaydigan bo'lsa, ularni, ya'ni o'sha uchala holatni singa qo'shib qo'yishimiz mumkin. Keyin ifdan chiqadi. Ifdan chiqdi degani bu o'sha nuqta degan nuqtani shunchaki ko'rib o'tirmaymiz va keyingi elementga o'tib birma-bir barcha elementlarni tekshirib chiqishimiz mumkin. Eng so'ngida barcha holatlar uchun ishlasa, true ni qaytarib yuboramiz. Ko'rishingiz mumkin, 10% foydalanuvchilardan tez ishladi 8 millisekundda. Bu anchagina tez. Endi hozir qilgan ishimizni kod formatida, ya'ni vizual holatida va kod formatini ikkalasini birlashtirgan holatda ko'rib chiqamiz. Demak, qilgan ishimiz bitta sin degan set ochib oldik va qator uchun va ustun uchun har bir elementni aylanish uchun 9 o'lchamda for loop ochdik va currentga mana buni misol uchun saqlab oldik
Keyingisida u mana bunga o'tadi, keyingisida mana bunga. Shu tarzda current sifatida saqlab oldik. Tekshiramiz, agar nuqta bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni nuqta bo'lsa mana bu, buni tekshirish o'tirishimiz shart emas yoki mana bularni tekshirib o'tirmaymiz. Biz faqatgina mana shunday ko'rinishdagi raqamlarni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bitta raqamni ustunini, ya'ni qatorini, ustunini, boksini tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun hozir mana bu holatni ko'rib chiqamiz, keyin tepadagi ifni ichini ko'ramiz. Ya'ni row sifatida hozir i 0 da turibdi. 5 ni olamiz. Unga qo'shilgan in row qo'shiladi. Unga qo'shilgan strni inchisi, ya'ni 0-chisi qo'shiladi. Ya'ni birinchi holatda 0 in row plus ya'ni birinchi holatda 5 in row 0 qo'shiladi. Keyin kolumndagi pozitsiyasini qo'shib qo'yamiz. Keyin esa boksdagi pozitsiyasini qo'shib qo'yamiz. Mana bu boksni bir qator yana tushunib olamiz. Ya'ni hozir 0-da turibdi. I ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 0 kelib chiqadi va j ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak ham 0 kelib chiqadi. Mana shu 0 dan 0 gacha bo'lganni biz boks sifatida mana bu yerga ikkalasini qo'shilganini olib turib qo'shib yuboramiz. Misol uchun 3-indeksda turibdi. 3 ni 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, bu bizga 1 ni beradi va kolumna ham mana bu yerda bo'lsa, uni 3 ga bo'lib yuborganimizda mana shu yerdagi pozitsiyasi kelib chiqadi. Shu tarzda boksda bor yo'qligini tekshirib qo'shib olishimiz mumkin. Keyingi aylanishda agarda mana shu qo'shganlarimiz sinni ichida bo'ladigan bo'lsa, false ni qaytarib yuboramiz. Aks holda true ni. Masala xuddi shu tarzda ishlanadi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.